Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchim. Qandaysiz? Salomatmisiz? Hozir men nimani gapirish maqsadida bularni qo'ydim aytaymi? Koreyalik muhammadqorin mana mol go'shtida sho'rvalar, mana ovqatlar Koreyada bolalar uchun shunaqa maxsus paketlarga solinib, muddati ko'rsatilgan, ishlab chiqarish sanalari ko'rsatilgan, tasdiqlangan, davlat standartidan o'tgan ovqatlar sotiladi demoqchiman. Bu beriladi bolalarga shunaqa Koreyada. Mana bu tayyor mol go'shtli nima ovqati, mana tayyor pishirilgan guruchi, shunaqa mana o'sha tayyor pishirilgan guruchga qo'shiladigan haligi anaqalari. Suyuqliklar bo'ladi. Nima deydi, shuni otini topolmay qoldim hozir birdaniga. Endi tormozlanib qoladi, shunaqa xafa bo'lmaysizlar. Bu hozir kadrda olishimdan maqsad bu Koreyalik muhammadqorinni Koreyada yeb turgan ovqatlarni maqtanish emas, bu onalarimizga, haligi muhtaram aziz onajonlarimizga anaqa aytilyapti turgan tavsiyalarim. Hali bolajonlarimizga biz og'zimizda chaynab 2 yoshgacha, ko'proq 2 yoshgacha ham beramiz, 2 yoshida ham tiqib qo'ya qolamiz og'zimizda. Yeb turgan sho'rvamizdan ham beraveramiz, nonga chaynab aralashtirib, keyin oshimizni ham chaynab beramiz. To o'zi hali yeguncha yo'q, shunda hali onada qanaqadir genda kasallik bo'lishi mumkin. Og'izdan ko'proq kasallik tarqaydi-ku. Shunda og'izlaringda chaynab bermanglar bolaga ovqat demoqchiman. O'zlaring hali pyure qilib, ezib kartoshkalarni maydalab go'shtlari bilan maydalab pichoqda shunaqa qilib beringlar. Menga esa blenderlab beringlar, maydalagichda maydalab. Endi blender ruschasiga-yu o'zlaring o'sha maydalagichlarda maxsus maydalab berasizlar. Pichoqda ezib bersalar bo'la, vaqt ajratinglar bola uchun. Hech ham og'izlaringga solingan ovqat chaynab bolaga bermanglar. Bolaga birinchi o'rinda kasallik o'zimizni og'zimizdan o'tadi. Og'iz yuqtiruvchi hali kasallarimiz bo'ladi. Tishimizda, milkimizda og'riq kasallar bo'lishi mumkin. Tomog'imizda qanaqadir infeksion gendan hali o'tgan qanaqadir kasalliklarimiz bo'lishi mumkin. Shular bolaga o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun demoqchiman, og'izda chaynab hech ham bermanglar. Soskani ham og'izda bunday qilib tozalab beramiz-ku, artib bera qolamiz. Birinchi o'rinda soskani berilish vaqti bor. Koreyada uxlaganda berar ekan. Men ham muhammadqorinni bo'yniga osib qo'yaveribman deylar bilmasdan. Nima bu soskasini osib yuraveradi bu bola deyishsa, men hayron bo'libman. Ular osmaydi, faqat uxlaganda beradi soskani. Keyin chang hayda oladi-ku, soska mana rezinka-ku, teng musor yig'uvchi, tilini og'zini ortib qo'yadi. Shuning uchun soskasini ham og'zlaringga solib anaqa qilib bermanglar, yalab turib so'rib, tozalab, changini tozalab berdim deb bermanglar. Shunaqa qilmanglar demoqchiman. Shu yomon kasallar bolalarimizga o'tib qolmasin deb shularga ataylab shu kadrni sizlar uchun oldim. Aziz onajonlar, bolajonlarimizni ehtiyot qilamiz-a. Ilohim, hech ham kasal bo'lishmasin. Doktorga, melsiyaga ishimiz tushmasin. Amin.